Bitta shartim bor. Sizlar ham bor bu dengizni tikasizlar. O'ynamoqchimisiz? Qani o'tiring. Boshlaymiz bo'lmasa. Bu o'yin xotinlarning gapidagi durak, suvara, qora xotin o'yinlaridan farq qiladi. Shuni bilasizmi? Bilaman. Avval ham qimor o'ynaganmisiz? Qimor o'ynamaganman, lekin qartadan xabarim bor. Qani unda boshladik. Lola, menga chiqdi. Bularga yenilma. Esingni yig'ma. Siz kecha ajrashmoqchi edingiz. Ajrashmabsizlar. Marhamat. Lola, bularga ishonma. Erkak. Endi qarang, o'yinga xalaqit berma. Oqibati yomon bo'ladi. Jin qolish hech gap emas. Qartalaringizni oling. O'yinni bilasizmi o'zi? Qartalarga qarashim shart emas. Mashinamni tikdim. $10,000. Ey, ayolman. Rahim qilib mashinamni qaytarib beradi deb o'ylama. Bu hazil o'yin emas. Qaytara olmaysan. O'zingiz pishirgan osh. Duxi baland ekan. Xotinlarga o'xshamasdan o'rganing bunday ayolingizda. Birdaniga katta narsa tikib, sherigimni hayajonlantirib qo'ydingiz. Umuman olganda xotinini ergashtirib kelib, yaxshi ish qilibdi.